bitiruvchilari. Bitiruvchilar. Bular ichidan o'qishga kirganlar bormi? Bizning maktabimizdan 9 kishi muddatdan oldin kirgan o'qishga. Bular hozir tibbiyot guruhi, bular meditsina, nima buyuk mediklar. Biz RAR o'quv markazi shunday. RAR o'quv markazi bilan bizning shartnomamiz bor. Bular kelib tayyorlaydi. Qaysi xonada keladi? Kelyapman, beribman. Bizga vrachlar juda ko'p kerakdi Qashqadaryoga. O'tgan yili 28 ta o'quvchimiz Hozir kirgan. 1,5 mingta shunday vakant turibdi, 3,5 mingta vrachga ehtiyojimiz bor. Ularni qaniki borib o'qib, eson-omonlikni tugatib, Qashqadaryoga kelib Shunday. yaxshi o'qiylar. Kirsin endi bular, xudo xolasa. Bir sinfdan 28 o'quvchimiz Medinskga kirdi o'tgan yili. To'liq. Shunday. Sertifikat olganlar ham bor hozir bu yerda, milliy sertifikat olganlari. Hammasi. Kimlar olgan sertifikat olganlar? Nima foydasi bor sertifikatni bularga? Ya'ni imtihon 100%. O'qishga. Shunday. Bitib qo'ygan muddatdan oldin ishlanganda. Muddatdan oldin. Milliy sertifikatimiz. Zo'r. Omad. Hammasi bir xil bo'ladi. Ha, xuddi shunday. Eng zo'r kasb doktorlik. Xalqqa foydasi degani. Lekin juda og'ir kasb. Ishlash kerak, o'qish kerak ko'proq. Odamni taqdiri bilan bog'liq bo'ladi. Yaxshi, rahmat. Kuychalar tayyorlab qo'yibdi. Ishlaymiz. Ikkinchi sinf o'quvchimiz ikkinchi sinf tugatdi. Xor jamoasi, maktabda xor jamoasi. Yıkılsan qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni tutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshidan yaxshilar, ustoz yaxshilar. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshilar, yaxshilar. Qayerda qilayotgansiz? Qashqi davlat universiteti musiqa fakulteti. Musiqa fakulteti. Yaxshi. Endi ko'proq mana shu 2900 ta o'quvchi bor ekan bu yerda. Shunday. Shularni ko'proq jalb qilsalar yaxshi Chiqimliga bo'ladi. bo'lib olganmiz. Bugungi kunimizdagi to'garakimizdagi o'quvchilarimiz. Yanada o'quvchilarimiz. Kimdir mana rubob bilan shug'ullangangiz keladi, kimdir raqs bilan, kimdir nay bilan, g'ijjay bilan, akordeon boshqa shug'ullantiringlar. Rahmat. Chunki san'at bilan shug'ullansa bulardan yomonlik chiqmaydi, kelajakka intiladi, yaxshilikka birovga yordam qilishga. Bizda legolar bo'yicha robototexnika texnika mashg'ulotlari bo'ladi. Legolar yasashda biz o'quvchilarga detallardan tuzilgan motorlarni qo'yib va ular bo'yicha telefonimizga Arduino programmasi bor. O'sha orqali bog'lab o'quvchilar o'z so'zlariga tushuntirib berishadi. Qani gapirgani shuni gapirib o'tsangiz. Bu mukammallashgan tank hisoblanadi. Mana video To'xtatib ko'rsatsam qani? Birinchi, ikkinchi savolga. mana video 2.0 programmasi bor. Shu programmadan boshqarib harakatlarni kesishimiz mumkin. Birinchi gaz qo'yamiz. Gaz qo'yib oldinga orqaga, keyin uni ko'z himoyasi ham bor. Ko'z himoyasini qo'shamiz. Harakatga keltiramiz hozir. Mana boshladi. Telefon bilan boshqa. Endi ko'z himoyasi orqali to'xtaydi. O'zi to'xtayapti.
Kim bo'lmoqchisan kelajakka? Necha sinfsan? turib javob beraman. 10A sinfda o'qiyman. Kelajakda sun'iy intellekt yaratmoqchi. Sun'iy intellekt nima o'zi? Shu sun'iy intellekt dastur yaratish, shu narsalar robototexnikadan dasturlar qilib narsalar yasab kelajakka katta sun'iy intellekt. Sun'iy intellekt endi butun dunyoda rivojlanib ketyapti. U sun'iy intellekt rivojlansa ancha oson ham bo'ladi bir tomondan. Yengillashtiriladi. Dunyodagi eng ezgu yaxshilik bu kimningdir ta'lim olish uchun qilingan yordamdir. Hozir bu bolalarga biz yordam bermasak, kim yordam beradi? Ilm uchun, ma'rifat uchun, Turkistonimiz uchun kimda qancha bo'lsa beringlar, tortinmanglar. Assalomu alaykum ustoz, omonmisiz? Va alaykum assalom. Shukr, rahmat. Bir oy oldin sizga Olmonada o'qishim haqida aytgan edim. Esingizdami? Ha, esladim. Bu maqsad yana kuchaydi. Kechalari ovqatni uxlatmaydi. Toshkentda meni o'rtoqlarim meni o'qishim uchun gadoylik qilishmoqda. O'qishga borsinlar va Turkistonni butun dunyoga tanitsinlar. Biz shunday o'qiylikki, o'tkinchi yili bizning yurtimiz ham Yevropa mamlakatlari bilan bo'ylashsin. Biz shunday o'qiylikki, Timsolimizda yengib bo'lmas millat irodasi, shijoati va kurashi aniq-tiniq to'linib turibdi. biz shunday o'qiylikki, 100 yillardan so'ng emas, bugun mamlakatimiz tarafga yetsin. Men har safar shu davlatga kelganimda 500 nafar talaba ichidan o'sha 70 talabaga o'xshash bir talaba istadim. Ulardek mard, ulardek niyati ulug' bir talaba. Afsus, topolmadim. Sen nima uchun o'qiyapsan? Sen maqsadlaring nima? Sen gapir! Hoy! To'xta! Shoshma! Menga orzularing haqida gapir. O'yin qaytadan boshlandi. Shu o'yinni 18 soat tinmay o'ynaydi. Vannada suv sharillaydi. Qoravoy faqat oqarish uchun o'qishga kirgan qizdagi qizlarni telefon durmaydi. Biz o'qishga borib kelguvchilar kim keladi axborotimizga? Yig'lolmayman. Balki sen shuncha gapimdan keyin nimadir deyarsan. Gapir! Biz shu millat uchun o'qiyapmiz. Uning ertasi, kelajagi uchun o'qiyapmiz. Va shu millat uchun o'lyapmiz. Men shunday javob kutaman. Hoy! Ana o'sha 70 talaba. To'xtang! Shoshmang! Meni ham o'zingiz bilan olib keting. To'xtang! Men tanamni eshak qurtlarga yem qilishni xohlamayman. Shoshmang! Ketmang! Qarasiz, ularga sovg'alarimizni topshiramiz. Maktabini direktoriga ham, tayyorlagan ustoziga ham, bularni o'ziga ham. Bularni mana tayyor aktyorda bu. Sen necha sinf o'qiysan? 11. Ko'ryapsanmi? Isoq To'rayevga bog'laylar, teatrga bog'laylar, bular yaxshilab yana bir ustida ishlasin. Boshqa yoshlar bilan uchrashuvlarda ham Jo'rabek aka qo'ysak bo'ladi. Mani badamimdan sirab ketdi ular aytgan gapi qo'shdi. Juda to'g'ri hayotiy masalalar ko'taryapti. Rahmat og'aynijon. O'zi nimaga sho'g'ayib yuribman? Menga keragim bor. Yarimjon bo'lib yashashdan nima foyda?
urush so'ngani yo'q. Hali yuragimda o't so'ngani yo'q. La'nat urush. La'nat urush. Barcha qiynoqlarni, barcha alamlarni oyoq oliga olib, to'xtamaguncha yashashim shart. Ha, yashashim shart. La'nat urush. La'nat urush. Hali senga qizimni qasdlashaman. Rahmat sizlarga. Jo'laringga rahmat. Kelajakka mana oparaga qarab turibman. Yig'layapsizlar. Ustozlar, ha? Anvaraka esdan chiqmasin. Kecha kunduzdagi masalalar ko'tarishgan. O'sha zamonda bo'lgan, lekin hozirga bog'lagan. Shu uchun agar domlalarimiz harakat qilsa, mahalliy hokimiyat iqtisodiy tomondan qo'llab-quvvatlaymiz. Ana shu yoz davrida o'quvchilarni tarbiyasiga, bilim olishiga hissasini qo'shib masalalarni oddiy rahbarlar beradi. Mahalliy byudjetdan pul ajratib, rahbarlar ishlatmaydi, ishlatadi. Qayerga tadbirkorlik qilasiz? Asosan uyga ehtiyoj qilyapmiz prezidentga. O'quvchilarga mas'uliyatlarni o'rgatib, qanday bular qiziqishi bormi o'quvchilarimizni? O'rganishadi. Masalalar yaxshi. Qotirishni o'rganishadi. Mana shu asosda ham o'zlari yechib, eng zo'r pul topadigan kasb hozir santexnik. ya shunday qiziqishlari yaxshi o'zlari. To'g'ri. Joy suvga boradi, boshqa qiladi, hamma telefonga yopishib qoladi. Agar qo'lida hunari bo'lsa, o'zi qiladi. Oila byudjetiga foydasi bo'ladi, 4-5 so'm pul ishlaydi. Bu kasb, juda zo'r kasb. Uni qadrlab ishlash kerak. Вратарь, вводим, быстрее, быстрее, не тянем время. Shashamayapsizmi? Bos mana yonboshga.